yuragingiz qanaqadir yashamaysizda bu dunyoda. Oyijonisi aytadilar, Zulayho opa sizni videoyingiz bor-ku isyon haqida deydilar. Bu 3-qizimiz edi. Shunaqa bolamga boshida isyon qilgan edim. Keyin ketma-ket chiqdi muammolar. Oyisi bolani bitta buyragi yo'q deyishdi, yana boshqa narsalar. Kuchli mutaxassislar tekshirib, hattoki bolani haqiqatan ham buyragi bo'lmasligi mumkin deb so'roq ostida qo'yib bergan. Shu yerda maqtanib o'tib ketaman. Mukarram opam. Mukarram opam bor deganlar. Bu Salovitadiyevna degan yana yaxshi mutaxassis borlar. Ular ham bor deganlar. Endi bolam tug'ilgan, ko'rsanglar oyijonlar, 2 ta emas, 3 ta pochka bilan tug'ildi endi. Allohni berganini ko'ryapsizlarmi? Keyin oyijonisi sal xafa bo'lyaptilarki, nimaga bolamning yuragida paroklari bor ekan, nega shuncha mutaxassis etmagan deb. Oyijonlar, sizlarda ham shunaqa holat bo'lsa, bola yuragida 2 ta teshik bilan tug'iladi. U tug'ilgandan keyin 1 kunda, 3 kunda yopilib ketishi kerak. Yopilmasa ham u ham parokka kiradi. Tushundingizmi, onasi? O'shaning uchun. Ya'ni ular yopilib ketadigan qanchadir muddatdan keyin yoki 1 yoshgacha bo'lgan muddatda faqat nazorat qilib turasiz. Yopilib ketadigan teshiklar bo'ladi. Bolamning boshlari bo'lsa juda ham sog'lom, xotiromli. Hammasi joyida. Voy meni ko'zim. Allohim sog'lom qilib qaytarib bergan. Isyon qilishmasin. Qilishmasin desa? Yo, farzand anaqa bo'lsa yashash anaqa bo'lib qolar ekan, qiyin bo'lib qolar ekan. Har kuni o'ylaysiz. Nega ichganingizda anaqa bo'lmaydi-da, nima deydi? Halovat degan narsani yo'qotasizda. Halovat eng katta narsaligini shu tug'ilib bildim. Halovat, sog'lik,